Mana Bu qizning yuziga bitta qaranglar. Kechagi videodagi ayolni butkul teskarisi. Bu qiz o'zini blogida 5 yildan beri retinol ishlatishini yozgan. Xohlagan odamingiz bilan bahslashishga tayyorman retinoldan yaxshiroq universal ingredient yo'qligi bo'yicha. Chunki retinol bir vaqtning o'zida aknelarga ham, dog'larga ham, ajinlarga ham, hattoki ugridan qo'ygan chandiqlarga ham ishlab beradi. Lekin retinol hozirgi paytda trendda bo'lgani uchun hamma kosmetika sotuvchilari uni narxini sun'iy ko'tarib olishgan. Lekin siz uni arzonga aptekadan ham olsangiz bo'ladi. Krem nomi Diferin, ba'zi hollarda gel variantida ham bo'lishi mumkin. Uni tarkibida faol adapalin bor, u ham retinolning bir turi hisoblanadi. Agar sizda komedonlar, aknelar, post aknelar, yengil dog'lar hamda ajinlar bor bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan ishlatsangiz bo'ladi. Mana o'zimda ham retinol bor, lekin u juda ham kuchli varianti, birinchi marta ishlatayotgan odamga umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun boshlanishiga Diferin kremidan foydalansangiz yaxshiroq bo'ladi.